So'riz 10 Damas egasiman. Shoshma-shoshalik qilib qarama-qarshi yo'lda yurib qo'yib, qayta bu ish takrorlanmaydi, ming bor uzr so'rayman. Qayta bu ish takrorlanmaydi. Nima uchun qarama-qarshi harakatlandingiz? Shoshma-shoshalik aka. Yo'q, birontasi majbur qildimi shu mashinangiz ichidagi yo'lovchilar? Ikkitasi shoshilyapman deb anaqa qildi. Yurib qo'yibman. Qoida buzarligini bilamiz. Qarama-qarshi tomonga o'tib harakatlanish qoida buzarligi. Qarasam probka anaqasi ko'proq ekan, shu yurib qo'ydim. Shuncha odam turibdi-yu probkada bo'lsa. Shuncha odam turibdi. Nimaga siz sabr qilmaysiz? Ish takrorlanmaydi. Nima deb qolasiz qolgan haydovchilarga? Bunaqa holat qaytarib, bunaqa yurmanglar deb